avariya holat. Bu ko'zim sal tushganda, bunga qaraganda o'zi mana ko'ryapsizmi, sal qisqarganroqda, bu qani kattaroq. Buni men ko'ryapsizmi? Bu tushib, mana bu yopib qo'yapti. Yo'q, faqat teri osilish hisobiga katta kichik emas, o'zi bu ko'zingiz shaklan kattaroq. Har doim hammada ko'zi katta kichik bo'ladi o'zi. Operatsiyada uni o'zgartirib bo'lmaydi. Biz operatsiyadan keyin mana mushaklaringizga kuch berib, terilarni olgandan keyin ko'z mana bunday holatda bo'ladi. Bu ko'zimcha cho'ta zreniya riski bir pasda tushib ketdi-da, shuning uchun buni qildirdim. U aytdi, "Bekzod, buni ham qilaylik" dedi, lekin bunda hali ko'rishim yaxshiroq edi. Keyin buni birinchi qildirib oldim. Bizga maxsus e'tibor berish kerak. Men diqqat bilan akkuratni ishlayman. U songa yoki tezlikka ishlaydigan vrach emasman. Atalab sizga keldim. Shu uchun. Chunki siz anaqalaringizni ko'rdimda, keyin medsistralar Islombek va Hilola sizda operatsiya qildirdi. Men ko'zimni operatsiya qilganda u sizga kelib sразу qildirib ketdi. Ikkalamiz birdan yo'q bo'lib qoldik. Keyin unga ham shunaqa degan ekan, uni ko'zi ichkariga joylashgan, menkidan chuqurroq. Chiroyli chiqqan. Men oldindan o'sha Telegramdan sizni ko'rib yurardim. Keyin Hilola qilgandan keyin qarasam, Hilolaning hozir mana 4 oy o'tgan bo'lsa, bironta anaqasi qolmagan. Izi ham yo'q, shramlari ham yo'q. Hech narsasi yo'qda ko'zida. Chiroyli chiqqan. Xudo xolasa. Qarang, o'rtacha 1 soat davom etadi operatsiya. Operatsiyadan keyin maxsus choklar, plastrlar yopishtirib uyingizga ruxsat beramiz. 7 yo 8 kunlarda ipizni olib beramiz. Olgan paytimiz ko'zingizda ozgina shishlarning hisobiga 2 xillik bo'lishi mumkin. Ya'ni skladkangizda. Ko'z o'zi shundoq shakli qovuradi, skladkangiz sal farq bo'lishi mumkin. 1-1,5 oy kelib asosiy 60-70% ishlari so'rilgandan keyin ko'zingiz yoqishni boshlaydi. Ungacha ozgina kiprigingiz ustida sosiskada, machalkada bo'lib, shishlar ko'proq bo'lishi mumkin. Mana Hilola opada 4 oy bo'libdi-ku. To'liq natija mana 3-4 oyda bo'ladi.